Hozirgi qilmoqchi bo'lgan provodkamni точно sudak отказ qila olmaydi. Tez ham emas, juda ham sekin ham emas. Do'stlar. Ko'pchilik so'rashadi montajimizni. Hop. Leska 50-60 cm birlik plyonka, buyog'i 3lik leska. Leska nima uchun qo'yamiz? Suvda iz qoldirmasligi uchun o'yin paytida. Uchiga bitta karabin, mana ko'rganlaringizdek, oddiy bog'lanadi va birinchi tosh ilinadi. Hozir men 8 gramm otyapman. Uning ustidan o'sha знаменитый tarakashka deymiz, tarakanimiz bor mana. Yashil rangli yaltiroqlari bor. Qo'yiladi va yopiladi. Mana montaj. Narigi montajga qaraganda qulay, o'yini kichikroq bo'ladi. Men bitta ham o'ynaydilar. Sportsmenkalarimiz tindirmay o'tishyapti. Tez ham emas, juda ham sekin ham emas. O'rtacha tezlik. Pauza qilamiz. Kitaveramiz. Tosh tushgandan keyin pauza 2-3 sekund. Kitaveramiz. Pauza. Orada bitta. Ikkita. Do'stlar. Yaxshi do'stlar. Mana. Olaring, ko'taravering siz bo'ldi. Do'stlar. Udar lekin juda ham chiroyli bo'ldi. Tak. Shunaqa baliqchamiz. Boya aytgan qo'ygan tarakashkamiz. Boshida qo'yib ko'rsatdik montajlarini ham. Shunaqa balig'imiz. Shunaqa gaplar do'stlar.